Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan administratorga KPI jadvali o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Hop, buning uchun biz Google'ga kiramiz va iloji boricha kompyuterdan Google tepasida mana bunaqa to'rtburchak nuqtalar chiqadi. Ustiga bosamiz va diskka ustiga bosib kirib olamiz. Hop, bosib kirganimizdan keyin bizga shunaqa okno ochiladi. Bu hamma Google'da bo'ladi. Google Gmail ochgan bo'lsangiz. Hamda men tashlagan bu yerda jadvalni tashlab olamiz. Hop, tashlaganimizdan keyin bitta ekranni abonent bersak уже tushgan bo'ladi va biz uni ustiga bosamiz. Hop, bosganimizdan so'ng уже bu bizga shunaqa chiqadi, shunaqa formatda. Ana endi buni biz o'zimizga moslashtirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi bo'lib sizda qanaqa ishlarni bajarsa fiks oylik oladi administratoringiz. Ya'ni bu yerda hozir ikki bosqichli bo'ladi. Birinchisi bu fiks, ya'ni o'zgarmas oylik, ya'ni shu ishlarni qilsagina pul oladi. Misol uchun bu bo'lishi mumkin fiks 2 million va bu yerdan 2 millionga yarasha hamma ishlarni hozir ko'rib chiqamiz va yangi va eski sotuvdan qanchadir summa qo'shimcha daromad. Bu motivatsiya hisoblanadi, ya'ni administratoringiz sotuv qilishga уже harakat qiladi. Xo'p, ana endi bo'layotganimdek bu yerdan siz o'zingizni vazifalaringizni qo'yib chiqasiz. Misol uchun qaysidir vazifalar sizga kerak bo'lmasa, to' sizda bo'lmasa, ustiga bosib o'chirishingiz mumkin. Yoki aytaylik qo'shmoqchi bo'lsanglar, naborot biror bir yacheykani ustiga bosib olamiz va 10 tugmani bosib, ya'ni shu joydan mishkani 10 tugmasini bosib, bu yerdan выставить строку ниже ustiga bosamiz va bu yerda qo'shib olamiz. Xo'p, bu yerdan kiritib olamiz. Kiritganimizdan keyin bizda mana bunaqa pustoy bo'lib qoladi. Pustoy bo'lmasligi uchun belgilab olib, buni shundoq pastga tushiramiz. Buni nimaligini hozir men tushuntirmayman. Iloji boricha shu ikkita yachekani belgilab, mana bu yerdan nuqta chiqadi, o'shaning ustiga tortib pastga tushirishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, yoki qiyin bo'lsa, shundoq kopiya qilib olib, Ctrl C bilan mana bu yoqqa tushishingiz ham bo'ladi. Ya'ni xuddi o'sha formula baribir yechib oladi. Xo'p, ana endi qo'shdik, уже mana bu narsalarni biz o'zimizga moslashtirdik. Ana endi nima qilamiz desak, mana bu yerda ko'rasizlar, qizil, ya'ni fails deb qizil suzda turibdi. Ana endi biz buni galchka qo'yishimiz kerak bo'ladi. Galchkaga aylantish uchun bo'lsa, biz hammasini belgilab olamiz va qizil tomonni mishkani chap tugmasini bosib, shu o'ngga surib, oxirgi kungacha belgilaymiz va bu yerdan vistavkani ustiga bosib, to есть vistavkani ustiga bosib, flajok tugmasini ustiga bosib olamiz. Hop, bosganimizdan keyin уже bizga bu как mana bunaqa pitichka qo'yishsa bo'ladiganga aylandi va ustiga bosinglar уже mana bu yerdan pitichkalar chiqadi. Ana endi bu pitichkalarni to'ldirsa уже administrator oylik oladi. Ya'ni biz endi fiks oylikka sozlash uchun hamma joyiga pitichka to'ldiramiz. Ya'ni birdaniga terishni yana bitta o'rgataman. Bitta joyi pitichkani bosib olasiz va mana bu yerdagi pastdagi 10 tomondagi dumini tepaga tortib olasiz va tortib olganingizdan keyin tepaga chiqadi va yana shu joyni belgilab olasizda, hamda bu joyi hamma birinchigacha bo'lgan sanagacha tortasiz va tortganingizdan keyin уже bu yerda bo'ladi mana 2 million 480 ming so'm chiqadi. Misol uchun sizning KPI'ingiz aytaylik sal pastroq bo'lsa, bu yerdan вот mana ko'ringlar, mana bu yerdan pustoy bo'lib turibdi, lekin ustiga bossangiz mana bu yerdan 10 ming so'm turibdi. Ya'ni bu nima desanglar, bu buni ko'paytmasdan, ya'ni давайте men sizlarga boshdan tushuntiraman. Ya'ni bu har bitta pitichkani yoqib o'chirsanglar, bu yerdan sanaydi, ya'ni 30 bitta pitichka yoqildi deydi va bu yerdan 30 bitta pitichka uchun siz har biriga 10 ming so'mdan bersangiz, bu yerdan 310 ming so'm tushyapti va misol uchun siz endi 2 million qilaman desangiz, iloji boricha shu 9 qilasiz va hammasiga belgilab shu pastgacha tortasiz, adashib ketib yana bungacha tortmaylar. Hop, tortganingizdan keyin уже uzr, men adashib ketdim. 90 ming so'm qilib bitta nol o'chiramiz va tortib pastgacha tushiramiz. Вот mana 2200 bo'ldi. Xuddi shunaqa qilib o'zingizlar kamaytirasizlar, 8800 shunaqa qilib belgilab olasizlar. Xo'p, ana endi bu fiksani topdik va ana endi pitichkani o'chirib chiqamiz. Bittadan o'chirmaslik uchun shundoq bo'ygidek qanaqa belgilab olgan bo'lsak, hammasini shunaqa belgilab cho'zib olamiz va yana bitta narsa bo'lishi mumkin, savol bo'lishi mumkin.
misol uchun siz hammasini hozir 2 million qildingiz, lekin yakshanba kunlari administrator ishlamaydi va bitishkalarni to'ldirmaydi. Ya'ni bugun 30-ishda misol uchun alfa-assembly vazifalarini yopmadi. Bu narsani administrator o'zi qiladi, lekin siz kontrolga oling, chunki u hammasini belgilab qo'yadi. Siz bo'lsa haqiqatan qilmadimi shu tekshirib tursangiz, o'sha sal u ham o'ziga ehtiyotkor bo'lib shu ishlarni qilishni boshlaydi. Va misol uchun kelmagan yakshanba kunlarini hammasini yashil qo'ysin, ya'ni bitishkani belgilashini aytavering. Chunki misol uchun 30-kungacha bo'lsa ham 31-kunlarni hammasini bitishkani yoqib tursin, shunda oyligi to'g'ri chiqadi. Xo'p, ana endi bu yoqdan ishga kelgan vaqtini o'zi tanlab chiqazadi va pastdan o'sha necha soat ishladi kompaniyangizda, o'quv markazida shuni ko'rsatib turadi. Xo'p, ana endi yana 8:10gacha, 8 soat to'ppa-to'g'ri. Xo'p, endi sizlarda savol bo'lishi mumkin. Mana bu yangi sotuv va eski sotuv nima degani? Yangi sotuv bu yangi mijoz sizga to'lov qilsa. Ya'ni o'sha yangi to'lov bo'ldi. Misol uchun 31-da bitta yangi to'lov bo'ldi va bitta yangi to'lov uchun, davайте mana bitishkani o'chiramiz bizga xalaqit bermaslik uchun. 30 ming so'm avtomatik paydo bo'ldi. Ya'ni buni 2 qilsak 60 ming so'm bo'ladi. Xo'p, buni ham xuddi shu yerdan nastroy qilamiz. Ya'ni bitta sotuv uchun hozir 30 ming so'm qo'yganman. Buni bu sizda qanaqa, shuni o'zingiz moslaysiz. Hamda eski sotuv bu sizga oldin to'lov qilgan, lekin qayta to'lov qilish kerak bo'lgan o'quvchilar. Ya'ni bularga sotuv qilish ancha oson. Shuning uchun 5 ming so'm bo'lsa, uni misol uchun 5 ming so'm qilganingiz yaxshi. Buni ham o'zingiz hisoblaysiz. Misol uchun hozirda 300 o'quvchi bo'lsa va 300 o'quvchi uchun aytaylik administratorga qancha summa bermoqchisiz? 300 uchun 300 ming so'm bermoqchisiz. Shunda 300 uchun har bittasi uchun 1000 so'mdan hisoblasangiz, o'sha 300 ming so'm chiqadi. Shuna qilib o'zingiz hisoblab bu yerda formulani yozasiz va bitta o'zingiz uchun tekshirib olasiz. Va bu yerda avtomatik o'sha aniqlab chiqadi. Ya'ni qancha summa qilyapti. Bu narsani men vaqt kelgan vaqtini men ataylab qo'ymaganman. Ya'ni oylikka aralashmasligini. Birinchidan bu juda noaniq narsa bo'lardi, chunki har bitta soat uchun qancha pul bersangiz, bu umuman cho'zilib ketadi. Misol uchun kech qolish sabablari bo'lishi mumkin. Shuning evaziga bu narsani o'zingiz qattiqroq yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Yoki misol uchun bu ko'proq ishlamagan uchun, to есть kech qolgan uchun alohida mana bu kommentariya yozib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun 10 ming so'm ishtirok. O'zim ishtirok qilish tarafdori emasman, lekin afsuski bu usul juda yaxshi edi. Va bu yerga misol uchun o'sha 10 ming so'mni kiritib qo'yishingiz mumkin. Berilgan summa bu. O'zi bu yerga avans qo'yishingiz bo'ladi. Ya'ni avansdan tashqari bu yerda hisobini yozib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun mana bu 10 ming so'm qo'ygan bo'lsangiz, o'sha 10 ming so'm ishtirok degani bu yerda va bu yerdan ham 10 ming so'm kiritib qo'yib, o'sha bu yerdan belgilab bersa bo'ladi. Ana endi o'zi bu narsa avans, ya'ni 9 ming so'm ishlat deylik. Ana endi siz avans qilib, misol uchun 2 ga bo'lib oylik berasiz, 10-da yoki 25-da va bu yerdan 10 ming so'm berdingiz va avtomatik bunga yana qancha berishingiz kerak, shu narsani chiqarib turadi. 10 ming so'm berdingiz. Xo'p, ana endi bu narsani to'ppa-to'g'ri qilganingizdan keyin hammasini ortiqcha narsalarni o'chirasiz va bu yerdan qolgan oylar uchun ham qilishni boshlaysiz. Ya'ni kopiya qilib, siz kopiyani ustiga bossangiz, yana bitta Excel bu yerdan paydo bo'ladi va uni ustiga bosib iyun qilib olishingiz mumkin. Hamda ana endi savol bo'lishi mumkin, buni administrator qanaqa ishlata oladi? U o'zini telefonidan ishlata oladi. Ya'ni mana bunaqa programma bor, telefonda xuddi shunaqa rasm chiqadi. Tablitsa Google ko'rdinglar, ustiga bossam tablitsa Google chiqdi. Google tablitsa deb qidirishsa Android yoki iPhone da chiqadi. Yoki Google Excel deb yozsa ham avtomatik chiqadi va shuni skachat qilib qilganlardan keyin siz bu narsani kopiya qilib, to есть kopiya qilishdan oldin dostуп ustiga bosasiz va uni Gmailni kiritasiz. Misol uchun uni Gmail shunaqa va unga redaktor, ya'ni o'zgartiruvchi maqomini berasiz. Berganingizdan keyin o'sha avtomatik bu narsalarni ko'rsatib beradi. To есть отправить bossangiz o'sha do'sti beradi va silkani kopiya qilib unga tashlab qo'ysangiz, u o'sha avtomatik to'ldirishi mumkin. Ana endi savol bo'lishi mumkin, ko'pchilikda shunaqa savol bo'ladi. Men administratorimga sal ishonmayman-da. Yana bitta narsa, do'sti berayotganda agar umuman Gmaildan kira olmasa, tinchgina ustiga bosib, buni
do'stop ограниченni olib tashlashingiz mumkin. Ya'ni kimda shunaqa link bo'lsa, shu link bo'lsa, chitatil emas, redaktor, ya'ni o'zgartiruvchi qilib olib, kopiya qilib unga tashlab qo'yishingiz mumkin. Endi sizda savol bo'lishi mumkin. Misol uchun, men administratorimga ishonmayman, mana bunaqa summalarni o'zgartirib qo'yishim mumkin deyishingiz mumkin. Agar Excel yaxshi tushunsa, o'zi bu narsani ataylab ko'rinmagan qilib qo'ydim. Lekin shunaqa holat bo'lsa, siz nima qilishingiz mumkin? Buning uchun Excelda ustiga bosib, то есть o'sha joyi ustiga bosib, kiritib, 10 tugmani ustiga bossangiz, mana bu yerdan показать ustiga bossangiz, mana bu yerdan защит degan tugma turishi kerak, ya'ni himoya qilish degan tugma turishi kerak. Lekin bu yerga chiqmaydi, bu yerda turmaydi. Ana endi bunaqa turish uchun nima qilish kerak desangiz, hozir bizda Excel Microsoft Excel hisoblanadi. Ya'ni bu mana bilishingiz mumkin. Hello bilan boshlanib ketadi, Excel bilan. Xuddi shu Excel bo'lgani uchun bunaqa защит, то есть himoya qilish bo'lim bo'lmaydi. Agar shu narsani ham sizlar belgilab qo'ymoqchi bo'lsanglar, buning uchun fayl degan tugmani ustiga bosasizlar va сохранить как tablitsa Google ustiga bosib, uni Google Excelga o'girasizlar. Ya'ni Microsoftda ham Excel bor, Google'da ham Excel bor. Hozir bizga o'tdi, mana Microsoft Excelga o'tildi. Endi buni kopiya qilib o'sha administratoringizga dostуп bersa bo'ladi. Va buni qayerdan bilaman desanglar, hozir Google disk ustiga bosinglar, bitta обновить bersanglar, o'sha mana bu yerda ikkita Excel paydo bo'ladi. Mana bizda hozir Google Excelda mana bunaqa Excel chiqib turmaydi. Excel chiqib turdimi, shuni o'chirib olasizlar va o'sha bemalol buni administratoringizga berib ishlataverasiz. Agar administratoringiz ko'p bo'lsa, buni yana ustiga bosib kopiya qilishingiz mumkin va kopiya bo'lgandan keyin bitta обновить qilsangiz, o'sha avtomatik ekranda paydo bo'ladi. Bitta administratoringizga boshqacha, bittasiga boshqacha qilib ularga berishingiz mumkin. Ustiga bosib izmenitni bosasizlar va misol uchun bu yerdan narx nomini o'zgartirib qo'yasizlar. Misol uchun administrator KPI bo'lsa, bu yerdan misol uchun Itrik Marjona qilib ismini yozib ketsangiz bo'ladi va alohida do'stlik bersangiz bo'ladi. Xo'p, do'stlik berishni endi ko'rib chiqamiz, ya'ni защит qilishni ko'rib chiqamiz. Bizga mana bu qismlar umuman tegilmasin. Buning uchun nima qilamiz? Hamma joyi belgilab olamiz deb. Hozir biz sal buni uzoqlashtirib olaylik, 50 qilib. Ana endi faqat ushbu joylarga yozolsin. Buning uchun Ctrl bosib turamiz. Ctrl, agar Mac'da bo'lsangiz, Command bosasiz, bosib turib bu joyi alohida belgilab olasiz. Mana hamma joy belgilandi. Bundan tashqari endi mishkani 10 tugmasini ustiga bosib, показ другие действия ustiga bosib, bu yerdan защит диапазон degan joy chiqadi. Ustiga bosib, bu yerdan Davidni bosib, o'sha kiritib, задать разрешение bosib, o'sha faqat siz o'zgartirilgan qilib qo'yishingiz mumkin. Buni yana bitta ko'rsataman. Hozir men olganimda olinmadi, chunki Mac dedim. Shuning o'ziga klaviaturdan bosmaganim uchun bo'lmadi. Hozir misol uchun mana bu joyi bizga umuman kerak emas, qolgan joyini o'zgartirib olsa mayli sizlar. Shunda ustiga bosamiz deb, mishkani 10 tugmasini ustiga bosib, показ ustiga bosib, защитить diapazon ustiga bosamiz va mana o'sha nomi belgilandi va bu yerdan tegilmasin qilib qo'ysak, задать разрешение ustiga bosib, bu yerdan faqat siz ustiga bosasiz, uni turaveradi. Готов ustiga bosasiz, faqat sizdan tashqari hech kim buni endi o'zgartira olmaydi, formulani hech narsani o'zgartira olmaydi. Shunaqa qilib siz himoyangizni qilib qo'yganingiz yaxshi. Bundan tashqari buni kopiya qilib shundoq sazat qilsanglar, lekin keyingi Excelga bu narsa o'tmaydi. Chunki uni diapazoni, to есть alohida bo'ladi. Misol uchun tekshirib ko'rmoqchi bo'lsak, защит diapazon уже bu yerda yo'q. Buning uchun har bitta Excel ochganingizdan keyin alohida shunaqa qilib belgilab olib, защитить qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bugunga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shu edi. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.